Sizlarga zo'r joydan uy topib qo'ydim. Farg'ona shahar prokuraturani oldi. 4-etaj 2 xonali gulovoy uyimizni ko'rsatib o'taman. Mana zalini ko'rishlari mumkin. Yangi remontdan chiqqan. Aboylari yaxshi holatda yopishtirilgan. Keyingi xonamiz spalni. Gulovoy joyimiz bor. Ko'ryapsizlar. Mana shu yerda lustra yangi yildik, tushib ketib, sinib ketib qolibdi. Uni qayta tiklab beriladi. Qolgan odamga yangi lustra qo'yiladi. Bu tomondagisi mana yangi. Bu joyimiz mana verandasi 3 metrli. Pastda mana parkovka, qulay lokatsiyada joylashgan uyimiz. Bemalol kelib baraka qilishdan oldin ko'rishlari mumkin. Bu tomonimiz mana oshxonasi. Oshxonasi ham holati yaxshi, remontlari. Akfa oynalar qo'yilgan mana. Pastda mashina uchun parkovkalar bor. Hop, keyingi joyimiz mana koridor eshigidan kirganda, koridori 2 qavat eshik, temir eshik va taxt eshik qo'yilgan. Bu joyimiz mana sanuzel. Sanuzellarni ham bir qator bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Mana uyimizning holati. Uyimizning narxi 20.500 kami bor. Batafsil ma'lumot olish uchun pastga nomer qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Videoni shunaqa yoqtirilgan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Videoni saqlanib qilib, YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mana kvartiramiz.